2026-yil Qovg'a burji uchun oddiy yil emas. Bu yil siz tizimga moslashmaysiz, tizim sizga moslashadi. Siz boshqacha bo'lgansiz. Endi esa 2026-yil sizni yashirishni emas, sahnaga chiqishni talab qiladi. Qovg'a burji bu yil sizning yilingizdir. Qovg'a burji vakillari uchun 2026-yil kuchli bo'ron kabi boshlanadi. Ammo bu bo'ron vayron qilmaydi. Aksincha, sizni uyg'otadi, ilhomlantiradi va oldinga undaydi. 2026-yil kashfiyotlarga boy bo'ladi. Hayotingizda jiddiy o'zgarishlar yuz berishi mumkin. Ba'zilar uchun bu shaxsiy hayotdagi, ba'zilar uchun esa ish yoki kasb bilan bog'liq tub burilishlar bo'ladi. Hatto kichik inqiloblar ham bo'lishi ehtimoldan xoli emas. Eng muhim maslahat: to'xtab qolmang. Sharoitlar tez o'zgaradi va aynan harakat qilganlar yutadi. Sizning boshqalarga o'xshamagan qarorlaringiz, noodatiy fikrlashingiz va o'z yo'lingizdan borishingiz sizning eng katta kuchingizdir. Aynan shu fazilatlar 2026-yilda sizni boshqalardan ajratib turadi va oldinga olib chiqadi. 2026-yil sizdan mukammallik talab qilmaydi. U sizdan rostlik talab qiladi. Siz boshqalarga o'xshash bo'lish uchun emas, o'zingiz bo'lish uchun tug'ilgansiz. Agar bu yil kimdir sizni tushunmay qolsa, qo'rqmang, chunki Qovg'a burji hech qachon ko'pchilik bilan bir vaqtda tushunilmagan. Siz qoidalarni buzasiz deb o'ylashadi, aslida esa yangilarini yaratasiz. To'xtamang, o'zingizni kichraytirmang. 2026-yil sizga shuni eslatadi: siz noodatiy bo'lganingiz uchun kuchlisiz. Do'stlar, kanalimizni kuzatishda davom eting, qo'llab-quvvatlab obuna bo'ling.